Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonzoqov. Bugungi mavzuyimiz teshilgan nog'ora pardani tiklash operatsiyasiz va operatsiya yo'li bilan tiklash haqida gapirib o'tmoqchi edim. Demak, bizga juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Aynan shu murojaatlardan kelib chiqib biz video qilamiz. Ya'ni oxirgi mana shu haftada nog'ora pardani tiklash bo'yicha o'sha ko'p murojaatlar bo'ladi. Biz oldimizga 20 yillik teshik quloqlar, 10 yillik, 5 yillik teshilgan va bitmagan quloqlar ko'p kelishadi va ularni asosiy o'sha shikoyati bu quloqni yaxshi eshitmasligi. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, garanglik, anglash yaxshi emasligi. Va biz ularni audiometriya qilib ko'rgan paytimizda haqiqatda agarda ular nog'ora parda qo'ysa, eshitishi tiklanishiga ishonchimiz komil bo'lgandan keyin ularga tushuntirib aytamiz. Mana shuni vaziyat, opajon, asosan ayollarda bo'ladi bunaqa narsa. Opajon yoki akajon, qulog'ingizda demak teshikligini tiklaymiz. Tiklaganimizdan keyin demak uni o'sha eshitishi ham tiklanadi, xuddi shunday degan murojaat bilan kelishadi. Va kelayotgan paytida o'sha qulog'ini tiklashi, qulog'ini o'sha nog'ora pardasini o'zini, ya'ni to'g'ri o'sha eshitishini, ya'ni nog'ora parda qo'yilgandan keyin to'g'ri eshitishi yoki eshitmasligi bu aynan shu taxminan 1 oylardan keyin to'liq aniq bo'ladi. Ya'ni mana shu narsani demak biz aytamiz, 1 oy ichida xudo xolasa sizni qulog'ingiz yaxshi eshitib ketadi va natijaga erishasiz deyiladi. Juda ham ko'p telefonlar bo'ladi, juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Azizlar, bittansini aytib qo'yay. Agarda siz o'sha qanaqadir bir reklamalar ko'rib qolgan bo'lsangiz va o'sha reklamalarda sizlarga nog'ora pardani o'stirib yuboradigan dori preparati yoki nog'ora pardani o'stirib yuboradigan quloq tomchisi deb aytadigan bo'lsa, ularga ishonmang. U toza o'sha moshenniklik, yolg'on. Mana oldindan aytayapman. Mana shunaqa telefonlar bo'ladi. Demak, Aqua bir narsa degan dori bor ekan, doktor. Aura bir narsa degan dori bor ekan, doktor. Mana shu dorini qilsam foyda beradimi? Nima deb o'ylaysiz? Deb hattoki 30 kun, 40 kun, 60 kun mana shu dorini tomizib yurganlar bor. O'sha mana shu insonlar orasida shunaqa yurganlar bor va ular aytadiki, foyda beradimi, yo'qmi deydi. Oldindan aytaman, foyda bermaydi. Nog'ora pardangiz 10 yillik yoki 5 yillik va undan ko'proq mobaynida o'sha teshik bo'lgan bo'lsa, katta ehtimol bilan qaytib tiklanmaydi. Katta ehtimol bilan. Shuning uchun ham siz tushunishingiz kerakki, quloq parda qo'ydirishingiz kerak. Quloq pardani qo'yish demak operatsiyasini o'sha nima bilan ichi ya'ni o'sha quloqning ichini, o'rta quloq bo'shlig'ini ahvoliga qarab, demak 3 soatdan ko'proq ham bo'lishi mumkin. 3 soatgacha deb aytamiz biz odatda. O'sha mikroskopda ko'rilib, demak yaxshilab bu yerda tozalanib ishlanadi va yaxshilab reviziya qilinib, quloq soychalar ishlayaptimi, ishlamayaptimi o'sha narsalarga e'tibor berilib, albatta 3 soat va shu atrofda taxminan bo'ladi. Va o'shani to'g'ri nog'ora parda qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Azizlar, agarda sizni nog'ora pardangiz 5 yilgacha bo'lgan oralig'ida teshilgan bo'lsa, unda uni tiklash imkoniyati deyarli yo'q desam ham bo'ladi. Lekin agarda 5 yildan ko'proq, agar 5 yil oralig'ida, mana shu oralig'da nog'ora parda o'sha teshik bo'lsa, 1 yil bo'layotgan bo'lsa yoki 1,5 yil bo'layotgan bo'lsa va uni hajmi kichkina bo'lsa, uni tiklash imkoniyati bor. Bunaqa narsani ko'rganmiz o'zimiz, operatsiyasi nazarda tutyapman. O'zim ko'rganman, shaxsan o'zim o'sha tojikistonlik bemorni oldin ham aytgan edim, hozir ham aytaman. Shunaqa holatda bo'lgan, ya'ni quloq pardasi ancha vaqt teshilib yurgan va u biz oldimizga kelganimizdan keyin to'g'ri davolama muolajalarni qilgandan keyin demak nog'ora pardalar tiklanib ketdi.
balki u kishining quloqlari teshilib bitib shunaqa qilib yurgandir. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'zini so'zidan kamida 2 yillik teshik quloq pardasi bor edi. Sababi o'zini aytishi bo'yicha qulog'im 1 oy ichida birdaniga yaxshi eshitish boshladi. Hali anchadan beri bunaqa eshitmagan edim. Taxminan qancha bo'lyapti deganimda 2 yillar bo'lyapti deb aytgan edi. Sababi uni farzandlari o'sha egizaklari bor. Ular endi 1,5 yoshda bo'ladi va o'sha bunaqa eshitish pasayishim homiladorlik, mana shu bolalarning homilador bo'lish boshlashim bilan eshitishim pasaygan edi deb aytgan. Shundan kelib chiqib aytayapman. Ya'ni mana shunaqa holatlar ko'rganmiz. Demak, uy sharoitida qanaqadir bir preparatlar bilan, yana bir narsalar bilan quloq pardani o'stirib bo'ladimi? Yo'q, o'stirib bo'lmaydi, oldindan aytaman. Agarda kimdir o'stirgan bo'lsa, quloq pardasini marhamat, mana shu videoni ostida yozsin. Biz ham shundan foydalanaylik, butun xalqqa ko'rsataylik, o'zimizga o'xshagan vrachlarga mana bunaqa narsa bo'lar ekan. Bular uy sharoitida qilsa agarda, demak, quloq pardasi o'sib ketar ekan deb biz ham o'rganaylik uni. Tabiatini, qanday qilib o'sha patogenezini, qanday qilib o'sganligini tushunchaga ega bo'laylik. Aldanib qolmang, vaqt o'tkazib yubormang. Oldimizga o'sha dog'ora pardasi teshilgandan keyin 1 yil, yarim yil, 3 oydan keyin kelishadi va ko'pincha afsuslanib qolishadi. Albatta bizga murojaat qilishingiz kerak. Agar yaqinda sveji quloq pardasi teshilgan bo'lsa, marhamat, murojaat qiling. Operatsiyasi davolashga harakat qilamiz. Agar uzoq muddat mobaynida quloq pardasi teshikligini bilib turib yurgan bo'lsangiz va quloqingiz eshitish pasayayotgan bo'lsa, unda ham murojaat qiling, marhamat. Biz quloq pardani operatsiya qilib beramiz. Endi operatsiya narxiga keladigan bo'lsak, operatsiya narxi 12 million so'mdan boshlanadi va ketaveradi. Oldindan aytibman, 12 million so'mdan boshlanadi. Operatsiya demak Samarqand shahrida amalga oshiriladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Undan tashqari, demak siz agarda emizikli bo'lsangiz yoki og'ir ishda ishlayotgan bo'lsangiz, kamida mana shu 1 oy mobaynida u ishlar qilmasligingiz kerak bo'ladi. Va iloji boricha emizikli bo'lsangiz yoki endi yaqinda farzandli bo'lgan bo'lsangiz, bola 1 yoshga, 1,5 yosh, 2 yoshga kirgandagina o'sha ishlarni, ya'ni operatsiyani qildirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi siz taxminan 1 oy mobaynida faqat yotasiz. Ya'ni pastelniy rejim, o'zingiz urib turmaysiz hech qayerga, hattoki qo'pol qaytadigan bo'lsa, ichingizdan qotmasligi kerak. Shu darajada bo'ladi. Shuning uchun ham azizlar, quloq bu miyaga juda ham yaqin bo'lgan organ hisoblanadi. Shuning uchun ham bu yerda juda ham nozik operatsiyalar amalga oshiriladi. Demak, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, agar sizda yoki sizning qarindoshlaringizda kimdadir shunaqangi muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa, demak, dog'ora pardasi teshik bo'lsa, quloq yaxshi eshitmayotgan bo'lsa, kundan-kun eshitish pasayib borayotgan bo'lsa, marhamat, bizga murojaat qiling. Telefon raqamlarimiz 97 023 15 45. Instagram Dr. Jonzokov deb yozsangiz chiqadi. Mana shu videoning ostida Telegram orqali men bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish silkasi bor. Bemalol bossangiz, men sizlarga qayerda ishlash manzilimni, ya'ni lokatsiyani tashlab beraman. Va kelasiz, kelganingizdan keyin sizni butunlay o'sha polniy qulog'ingizni tekshiruvlardan o'tkazamiz. Kerak bo'lsa kompyuter tomografiya qilamiz. Hammasini tekshirganimizdan keyin aytamizki, opa, aka, mana bunaqa narsa qilish kerak, bunaqa narsa qilish kerak, bunaqa narsa qilish kerak deb tushuntirib aytamiz. Azizlar, agarda kimda o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimdek quloq, burun, tomoq bo'yicha muammolar bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning telefon raqamimiz 24 soat ishlaydi. Shaxsan o'zim ko'taraman hozircha. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.